Ko'pchilik o'ylashi mumkin, Afg'onistonda ayollar faqat uyda o'tiradi, tashqariga umuman chiqmaydi va odamlarning kechki hayoti yo'q deb o'ylashadi, lekin unday emas. Mana siz agar bu yerda shovqinni eshitayotgan bo'lsangiz, bizni orqa tomonimizda oilaviy o'tirishibdi, bolalarni ham olib kelishgan. Mana hozir yonimizda bitta qiz bilan bitta yigit o'tirib ovqatlanishib chiqib ketishdi. Kechki payt odamlar ishdan keyin vaqtini cho'q o'tkazish uchun uyda o'tirib ovqatlanishmaydi. Ko'chaga chiqib, salqin havo olish uchun ham chiqib turishadi. Xuddi masalan butun dunyoda bo'ladigan, butun shaharlarda bo'ladigan odat bularda ham bor. Kechki payt dam olish uchun tashqariga chiqishadi. Kobulda qiz va yigit qanday tanishadi degan bir savol berganimda, ko'proq ko'chada endi birgalikda yurishi taqiqlangan emas, yurishmaydi, bular uchun odat emas. Qanaqa qilib ko'rishadi? Mana shunaqa joylarga kelib suhbatlashishadi, tanishishar ekan. Onlayn tanishib olib, undan keyin kelib bu yerda ovqatlanishadi, suhbatlashishadi va hech kim nimaga qiz va yigit birga o'tirishibdi, sizlar kimsizlar degan savolni mana shu joylarda berishmaydi. Xullas shunaqa odatlari bor ekan. Men sizlardan so'ramoqchi bo'lganim, mana bunaqa to'siqlar qo'yilishi to'g'rimi? Ya'ni bu to'siqlar odamlarni shaxsiy hududi uchun qanchalik xizmat qiladi? Bu haqda albatta fikrlaringizni bildirib o'ting. Ko'proq videolarni albatta meni Instagramimda tomosha qilasiz. Afg'oniston haqida juda ham qiziqarli videolar hali oldinda. Obuna bo'lib qo'ying.